Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sardor Sam. Do'stlar, bugun sal video olishga kechikyapman. Уже quyosh chiqqan. Hadam kech payt oldim, ulgurmadim rosti. Hop, sразу boshlaymiz. Lashatka. Tilimizni taynaga tegizib, o't yuradigan ovoz chiqarishimiz kerak. Ya'ni 15 marta. Hop, yaxshi. Keyingisi maydning. Tilimizni og'zimizni u burchagidan bu burchagigacha olib borishimiz kerak. Ya'ni boshladik 15 marta. Orada chalkashib ketdim hozir. Keyingisi трубочка. Labimizni oldinga chiqaramiz. Keyin qulamiz. Tashlab. Boshladik. 15 marta. Tezlatish. Tezlatishlar. Mard maydonda mardona, nomard mardga begona. Mardga begona. Mard maydonda mardona, nomard mardga begona. Mard maydonda maydoni, mard maydonda maydon. Mard maydonda mardona, nomard mardga begona. 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 Mard maydonda mardona. Nomard mardga begona. Takkingisini Masturova Mastona maktabda Mahmadona. Oh. Birov yerga urish kerak bo'lsa, ana qilish kerak bo'lsa, orqasidan gapirish kerak bo'lsa, bu yerda til cho'tki ishlaydi. Masturova Mastona maktabda Mardona. Masturova Mastona maktabda Mahmadona. 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 Слишком идеально. Odam yerga urish kerak bo'lsa, anga yozaveringlar. Tak bu sizlarga albatta kerak emas. Zivok. 10 marta og'zimizni ochib eslashimiz kerak. Mıchanya. Nafas olamiz. Nafasimiz yetguncha, prem nafasi havo qolmaguncha deb turishimiz kerak. Og'zimiz yopiq holatda. Prem ko'krak qafasimizda vibratsiya his qilib, jimirlash his qilib, m va n harflarini aytishimiz kerak. 6 marta qilamiz. M. Ovozimiz nafas chiqarayotgan paytimizda, imенно nafas chiqarayotganimizda nafas bilan birga gapirishimiz kerak. Buning uchun biz alohida ertaklarimiz bor. Toshbaqaning hikoyasi. Dushanba og'ir kun deganlari to'g'ri ekan. Bugun havo shunaqayam isib berdiki, nafas olsang xuddi cho'g' yutayotgandek bo'lasan. Hali hech qancha yo'l yurmaganim yo'q-u, sillam qurib, tomog'im qaqrab ketdi. Odamlarning bolalariga mazada. Ular bunaqa paytda salqin joyini topib olishib, muzdek sharbat ichib o'tirishadi. Yo bo'lmasa burunlarini tortib muzqaymoq yalashadi. Umuman toshbaqa bo'lib 1000 yil sudralgandan ko'ra odam bo'lib 100 yilini yashagan ma'qul ekan. Sezib turibman. Shunchalik holing bor ekan. Safarga chiqishni senga kim qo'yibdi deb o'ylayapsiz. Bu terakni ko'ryapsizmi? Yo'q.
o'sha tomonda bitta xolam bor. Xolamning kenja chevarasi qadrdon oshnam. Kelasi dushanbada o'sha kichkintoy o'rtog'im 110 yoshga to'ladi. Uni tabriklagani ketyapman. Nega menga unaqa qaraysiz? Bir hafta oldin yo'lga chiqqanimda hayron bo'lyapsiz shekilli. Nima? Men ayg'irmidimki? Oyog'imga taqa qoqib olib, tosh yo'ldan shaqara shukur chopib ketsa. Orqamdan it quvlasa ham bo'lgan bitganim shu. Ana xolos. Gap bilan bo'lib qumloqqa chiqib qolibman-ku. Hammadan ham anama do'nglikka to'g'ri kelib qolganimni ko'rmaysizmi? Ishlar chatoq endi. Bunaqangi do'nglardan ko'p pand yeganman. O'lib tirilib tepaga chiqdim deganingda bir sirg'anasam o'zingni yana pastda ko'rasan. Umringda birovga yaxshilik qilganmisan do'stim? Malol kelmasa meni dopingga solib ana shu do'ngdan yetkazib qo'ygin. Nima bo'lganda ham yaxshi niyat bilan yo'lga chiqqanman. Ziyofatdan quruq qolmayin tag'in. Anvar Obidjon. Anvar aka. Yosh bolalarga bu nima foyda beradi? Nima kerak demayman. Mayli. Nima foyda beradi? Agar shu ertagingiz bilan toshbaqalar sekin yuradi demoqchi bo'lsa, unda masjidga toshbaqalar sekin yuradi deb qo'ysangiz ham bo'lardi. Yoki bo'lmasam toshbaqalar juda ham sekin yuradi. Ishonaveringlar. Masjid o'zi ishonaveringlar, ikkalasi bitta qo'rsalar ham bo'lardi. Mana shu namindan ko'ra. Mana aka, maniki. Mayli, nima deymiz? Hammaga boricha rahmat. Sog' bo'linglar.